Selamlar sizler bilen Şok Game kanalı. Bugün sizler bilen Bomb Hayatı 2. kısmını oynayımız. Gonna go. Dostlar bizler ana bolta aldık. O kadar ettim. Ana bitti. Misyon pulum kaldı. 6 misyon pulum kaldı. Kanımı okuladım. Çirse yoramam. Öldüremem. Bittas kese dostlar. Ben ana bu uyunu satıp almoqchiman. Şu uyda yashaymiz kekin. Hali u uyni hech kim sotib olmayapti. Nima uchun desa, u uy bo'lmas ekan. Shuning uchun menga bo'laveradi. Do'stlar. Menga albatta bo'ladi. Ana bu voy, bu kursi. Laqabaliqcham. Part çık bir yerden. Timur'dan var şurada. Tiz bol tiz. Çocuklarla konuşmaydı. Bu blok ne? Ben istek için geldim. Doğru mu? Doğru. Albatta doğru. Bular nesimiz ondan bu turgan edi. Mali akamizdan so'raymiz. 20 tasi 15 ming bo'lgan, ha? 15. Ha, 15 20 tasi 15 ming bo'lgandi. 15 ming bo'lgandi 20 tasi. 15 ming bo'lsa, nesimisimdan 10 tasi 2 ming so'mdan, to'g'rimi? Yo, adashdim. Bitiringa hisoblayapman. 20 15 ming so'm bo'lsa, 15 ming so'm bo'lsa. Tushib ketar edim hozir. Tushib ketar edim do'stlar. Do'stlar, mana ketyapmiz. Hozir 40 ta bo'ldi men. Necha ming so'm mana shunda. Bu yoqdan ham boshqa bo'ladi. Necha ming so'm olaman men shunda do'stlar. Turinglarchi. Men shunda 40 ta bo'lsa 30 ming. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Amin blok olib ketaman. Qo'y. Nariga qo'y. Mana shunga qo'y. Mana bular qo'yaman. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta. Shundan bo'lsa, unisi nimaga o'tga qo'yasan? Üç ming so'mdan 14 tasimi hisoblab beraman.
Hisoblab ber tezroq. Hali 14 uchtasi 9 ming so'm bo'ladi. 3tasi 9 ming so'm bo'ladi. 3tasi 9 ming so'm bo'ladi. 3tasi 9 ming so'm. 3tasi 9 ming so'm. Yana 3tasi 9 ming so'm. 18 ming so'm. Yana 3tasi 9 qo'shsak 20. Turing. Men 8ga 9ni qo'shsak necha bo'ladi edi, bobo? Aytib yuboralam sizni. 18ga 9ni qo'shsakmi? 9ni qo'shsak shunda necha ming so'm bo'ladi? O'zing hisoblab ber. Yaramas, nimaga ishlatyapman men seni? Hozir ham shu hisoblab beraman. Shunda mana 10talik oldim. Bitta 10talik oldim. Yana bitta 10talik bo'ldi. Oldim bo'ldi. Nima topshirishim kerak? Qo'yalım. 40tasi 30 ming. Yo'q, sotmay ketirasiz. Yo'q. Mayli. 40ta bor edi menda. 30 ming so'm bo'ladi ekan. Sandiqdan bemalol 30 ming so'm bo'ladi. Mayli. 2ta, 3ta, 4ta. Voy, oshording. Mayli. Mana kurban mumkin. Oy, mayli. Men buni ko'ryapman, do'stlar, ko'rmabman. O'zimni sandiqlar astagina hech kim ko'rmasin. Yana astagina qilib turamiz. Daraxt ham beradi-ya. Daraxt ham bo'ladi. Daraxt 5 million desa kiradi u. Nimaga daraxt qimmat bo'ladi desanglar, daraxt nimaga qimmat desanglar, daraxtni bular chopishga ruxsat etishmaydi. Yo'qroq nima qilaylik? Nima qilishga mushkula qiladi. Bo'lmasa aytaman, bunday Allah yo'rki hamma bunga to'g'ri keladi ularda. Endi astagina setroq qo'yib daraxtlarni beradi. Mana bildi. Yüzünü kırpatan inanmışımda. Ana uyunu oluşga bemalol yetadi. Otam ketar. 5 mingdan bo'lsa kerak. 10 mingdan bo'ladi. 30 mingdan bo'lsa kerak. 10 mingdan bo'ladi. 10 ming olishim kerak. Bittasidan bitta. Bunga 5 minglar, 5 minglar bunga. 5 minglar bunga, 5 ming. Nechta bo'ldi? Ikkita. Bularni o'rniga hozir nima qo'yib qo'yamiz. Bularni chopib olishim kerak. Shunchaki yaxshi bizlarga. Zo'r.
şimdi yoğuşlandı. Bana bunu alıp koyman yetişim görmezsin dostlar. Sorup oladigan bo'lsa bu shaharda qayda o'xshaydi? Qayda borsam gapmi? Qayerga borishadi bu yerda? Nimada? O'zbekistonda. Gerek. Kore'ye o'taman do'stlar. Voy mana ertalab bo'libdi turay. Men bunday aylanib borishim kerak. Bunday yaqin chiqamiz. Assalomu alaykum. Alaykum. Ha. Mana daraxtlar necha ming so'm daraxtlar? 5000 so'm. Chakras 5000. Aytib turgandim. Nechta bor senda? 40 ta bor hozircha. Ha, qo'ychi. Men hozir 20 ta berib turaversan. 20 tasini berib. Menga 40 ta bor degani. Ha, 40 ta. Bittasi yoqasimdan. Hali 20si shundan kim biladi bolam hisoblab ber. Alamat. Hozir olasiz ana sandiqdan hisoblab beraman. Ilik Ömer baba nima bo'ladi ekan? 100 ming so'm bo'ladi ekan. O, male. Ana bitta sandiqdan olaver. Mana 20 tasidan ham qo'yib qo'yaman. Mala qo'y. Bolamga 200 ming berasan. Bo'pti baba. Sandiqda olsin. Qaysi biri 20 talik buni? Mana bu. Bitta.